Hozir reyestrga taxminan 840 ming xorijlik bor. Bu haqda Rossiya bosh vaziri Mikhail Mishustin ma'lum qilgan. Toshkent-Dushanbe yo'nalishida xalqaro avtobus qatnovi yo'lga qo'yilgan. Qozog'istonda migratsiya rejimini buzgan 40 nafar O'zbekiston fuqarosi mamlakatdan chiqarib yuborildi. O'zbekistonliklar Hindistonda katta miqdordagi pulni o'g'irlatdi. Assalomu alaykum, dasturlarimizni boshlaymiz. Hozir reyestrga taxminan 840 ming xorijlik bor. Bu haqda Rossiya bosh vaziri Mikhail Mishustin ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, 2025-yilda qoidalarni buzgani uchun 72 ming xorijlik chiqarib yuborilgan. 9.5 milliondan ziyod xorijlik biometrik ma'lumotlarni topshirgan. Toshkent-Dushanbe yo'nalishida xalqaro avtobus qatnovi yo'lga qo'yilgan. Hozircha reyslar Toshkentdan seshanba va juma, Dushanbedan esa chorshanba va shanba kunlari bor. Talab ortsa, reyslar ko'paytirilishi mumkin. Chipta narxi 315 ming so'm. Chiptalarni Toshkent avtovokzali chiptalaridan xarid qilish mumkin. Qozog'istonda migratsiya rejimini buzgan 40 nafar O'zbekiston fuqarosi mamlakatdan chiqarib yuborildi. Ular maxsus reys avtobuslari orqali Qozog'iston-O'zbekiston davlat chegarasigacha barcha xavfsizlik talablariga rioya qilingan holda yetkazilgan. Biz shaharda chet ellik fuqarolarning migratsiya qonunchiligiga rioya qilishini va qonuniy yashash tartibini nazorat qilib boramiz. Tartibni buzgan fuqarolar qonunchilikka muvofiq mamlakat hududidan chiqariladi. Bizning vazifamiz huquqiy tartibni ta'minlash, shahar aholisi xavfsizligini himoya qilish va Qozog'istonda bo'lgan barcha shaxslarning qonunlarga bo'ysunishini ta'minlash, deydi Olmaota migratsiya xizmati boshqarmasi boshlig'i Erkin Amontayev. Davom etamiz. Bitta qo'ng'iroq qurboniga aylanmang. Ko'cha-kuyda brat, zemlyak yoki musofirman deb telefoningizdan qo'ng'iroq qilib olishni iltimos qilayotganlarga aslo ishonmang. Bu oddiy iltimos emas, balki puxta o'ylangan firibgarlik tuzog'i bo'lishi mumkin. Firibgar sizning rahmingizni keltirib, ishonchingizga kiradi va telefonni qo'liga olishi bilan kompyuter qarshisida o'tirgan sherigiga qo'ng'iroq qiladi. Sherig esa shu vaqtning o'zida sizning raqamingizni onlayn kredit ilovalariga kiritadi. Telefoningiz firibgarlarning qo'lida bo'lgani uchun kelgan tasdiqlash kodini sherigga aytadi yoki o'zi kiritadi. Natijada bir necha soniya ichida sizning ismingizga rasmiylashtirilgan kredit mablag'lari firibgarlarning kartasiga o'tib ketadi. Rossiyadagi barcha hamyurtlarni ogohlantirib qo'ying. Qor tozalaganlar deport qilinsin. Oryol viloyatida kuchli qor yog'ishi oqibatida aholi va jamoat transporti harakatlanishga qiynalayotgan bir vaqtda politsiya ko'cha tozalovchi ishchilar, ya'ni dvorniklarga qarshi reyd o'tkazgan. Hatto ularning ayrimlarini deportatsiya qilish maqsadida olib ketgan. Bu xuddi kema teshilgan vaqtda suvni tashqariga chiqarayotgan matroslarni hujjatida kamchilik bor deb dengizga uloqtirishga o'xshaydi. Qozog'istonda migrantlarga kuryerlik bilan shug'ullanishni taqiqlash taklif qilindi. Hozircha gap faqat Olmaota haqida bormoqda. Shahar politsiya departamenti boshlig'i shunday taklif bilan chiqdi. Uning aytishicha, kuryerlar fuqarolarning manzili, telefon raqami va qachon uyda bo'lishi kabi ma'lumotlarni bilib oladi. Biz kuryerlar ishning barcha bosqichlarida biometrik ma'lumotlarni joriy etishni, hisoblarni uchinchi shaxslarga berishni taqiqlashni, xorijiy ishchi kuchidan foydalanishni taqiqlashni va ularning yo'l harakat qoidalariga rioya etishlarini doimiy nazorat qilishni talab qilamiz, deydi Aydin Kabduldinov. O'zbekistonliklar Hindistonda katta miqdordagi pulni o'g'irlatdi. Joriy yilning 15-yanvar kuni Hindiston poytaxti Dehli shahrida O'zbekiston fuqarosi yirik miqdordagi o'g'irlik qurboniga aylandi. U voyaga yetmagan qizni onkologik davolash uchun Dehliga borib, Jama masjid bozori hududida 7200 AQSh dollardan ayrilgan. Bu haqda Times New xabar berdi. Hindiston politsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, jabrlanuvchi oilasi bilan bozorga chiqqan vaqtda o'zi bilan katta miqdorda naqd pul olib yurgan. U mablag'ni mehmonxonada qoldirishni istamagan va pulni sumkasiga solib yurgan. Bozordagi gavjumlik va tirbandlikdan foydalangan noma'lum shaxslar sumkaning ichidagi pullarni o'g'irlab ketgan. Holat yuzasidan jabrlanuvchi Jama masjid politsiya bo'limiga murojaat qilgan. Shundan so'ng huquq-tartibot idoralari tomonidan tezkor tergov harakatlari boshlangan. Dehli politsiyasi Markaziy
hudud boshqarmasi rahbari Anand Mintalning ma'lum qilishicha, voqea joyi batafsil ko'zdan kechirilgan. Atrofga o'rnatilgan kuzatuv kameralari, tasvirlar o'rnatilgan hamda texnik tahlillar o'tkazilgan. Olib borilgan surishtiruvlar natijasida 2 nafar voyaga yetmagan aka-uka gumonlanuvchi sifatida aniqlangan. Politsiya New Salimpur hududida maxsus reyd o'tkazib, gumonlanuvchilarni ularning otasi bilan birga qo'lga olgan. Ma'lum qilishicha, u bolalarni bu ishga jalb qilgan. Hozirda ushbu jinoyat yuzasidan tergov ishlari davom etmoqda. Sankt-Peterburgda 1,5 yashar bolaning 10-qavatdan tushib ketishi aks etgan video tarqaldi. Videoda pastda fuqarolar uni qanday tutib olganini ko'rish mumkin. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringizga bee'tibor bo'lmang. Diqqat! To'lanmagan jarima uchun Rossiyaga kirishga taqiq. Chet el fuqarosiga Rossiya Federatsiyasiga kirishga ruxsat berilmaydi. Ya'ni zapret na выезд. Agar u Rossiyada bo'lgan oldingi davrda soliq, ma'muriy jarima to'lashdan qochgan bo'lsa. Rossiya Ichki ishlar vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda ma'muriy jarimalarni to'lashdan bo'yin tovlash tufayli deyarli 42 ming chet elliklarga Rossiya Federatsiyasi hududiga kirish taqiqlangan. Ma'muriy jarima solish to'g'risidagi qaror kuchga kirgandan so'ng chet ellik uni to'lash uchun 60 kun vaqti bor. Agar unga Rossiya Federatsiyasidan ma'muriy chiqarib yuborish bilan bir vaqtda shunday jarima solinsa, atiga 1 kun. Chasnida ishlab yurganlar ko'proq to'lashiga to'g'ri kelishi mumkin. Rossiyada jismoniy shaxslarda ishlayotganlar uchun bazaviy stavkani 1700 rubl qilish taklif qilinmoqda. Hozir bu stavka ham yuridik shaxslar, ham jismoniy shaxslarda ishlayotganlar uchun bir xil 1200 rubl. Bu enaga, qorovul, sidelka kabi ishlayotganlarga taalluqli bo'ladi. Qonun 2027-yil 1-yanvardan kuchga kirishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.